Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Куршап мал базарында малдардын алып сатып алары кандай экен билбейбиз. Туугандар мал базарга сүт эмгүү 2 торпок чыкты деп атат. Абдан чоң экен. Ошолорду тартканга аракет кылабыз койдон кийин. Төссү көрүңүздөр. Бул ургачы козу 2700 сомго сатылды да, кармап турган. Бул ала койду 7,5 миң сомго атат. 4 тиштик кой экен. Bu kozlar 3 milyon somdan surap atat berip edet, 3,5 milyon alıverdi. Tuğanlar bu Katar 6,5 milyon berem odan bu kozlarda, koz koçkor. Kuyruğun görüp tursa semiz koçkorlar 6,5 milyon Katar'ı deydi. Tuğanlar bu bir çekede çoğun koçkor. 9,5 ming alındı dedi. Ortada olsa koy, o 8,5 ming alındı dedi. Al çekedegisi 7'ge alındı dedi. Koylar semiz, koçkordağı semiz ayabay. Adamlar bağıl atacak, sura atacak. 7, 8,5, 9,5. Tuğanlar bu 6 tişti koçkordu götürse ayağına çoğun koçkor. 25 ming so'mga esi aytib o'tadi, ko'tardi deb bozor bergan jo'qman dedi. Sonligini ko'rib turasizlar, 25 ming so'mga ko'tardi dedi. Tuğanlar bu 4 qo'chqor qatori 55,5 dan 5500 dan olib oladi. Qo'chqorgan qo'zi qo'chqorlar 5500 dan qator. Tuğanlar bu yerda 14 bosh ekan. Esini aytimi bo'yicha 7 mingdigi var, 8 mingdigi var, 6 mingdigi var. Qalasanızlar kelip bağlaşıp görsenizler bot. Aytkan jo'q qancha ekanini. Bu daima bozorga chiqqan odamdir ekan. Bozorda ish qilat ekan. Bu qo'zi qo'chqorlar 6 ming so'mdan o'tadi, eko ekan. Qo'zi qo'chqorlar 6 mingdan berdi, bozor qancha ko'targanini aytkan jo'q. Bu iki qo'ydi 8,5 ming so'mga bag'ildi. Berbey turib 9,5 berdi. Qo'zi qo'chqorlar 8,5 mingga bağ bo'ldi. Sekiz yarım mingga yaxshi deb o'ylayman, biroq esi berbey turadi. Tuğanlar bu yerda qo'ylardi 5 ming so'mga kema o'tadi. Bala arqalı surab o'tadi, bizni avlodga surab 4 gadali 4,5 gadali surab o'tadi. Bu qo'zi qo'chqorda 4,5 ming so'mga berim deb o'tadi. 4 ga suradi bermedi. 4,5 ming so'm deb esi qarmab turadi. Bu o'tirgan jeri 4 mingga berbey turadi. Bu urg'achi qo'zi 4 ming so'mga sotildi. Şu qo'zi 4 ming so'mga sotildi tuğanlar. Olib chiqib ketdi. Buni sherikleri de o'shanda, biroq sheriklari cho'ngroq ekan, 4,5 mingdan beraman deb 4 mingga bera olmaydi ekan. Tuğanlar bu qo'chqorlar 12,700 so'mga sotildi. 13 bo'ldi. 200 so'm. Bu to'xtanib qolgan qo'ydi 7800 ga berib aytam dedi. Bu qo'yga 5,5 ming so'm beriladi hozir. Sotib o'tadi, va bo'ladi. Men o'sha qachib Ayna qo'yim. 6 ming ber olib ketdi, 5,5 ming olib o'tiradi. Qo'ylarga yo'q, olgan dedim. Sen ne 6 mingga sotildi. 6 mingga sotildi tuğanlar. Tuğanlar bu erkek qo'zi qo'chqor 3600 so'mga alınıptır. 3600 so'mga alınıptır. Öte arzon alınıptır. Bu erkek qo'zini 41 4100 ga satıldı. Tuğanlar bu çekede turgan ende bala qo'y. Janda turgan qo'y daha bir qo'zisi menen 13 mingga satıldı. İki kişi qo'ylar qo'zilari urg'achi 13 ming so'mga satıldı. Tuğanlar bu to'xtalib qolgan qo'ylar 3 oyna 14 ming so'mga olibdir. On 14 ming so'mga 3 oy yaxshi deb o'ylayman. Sizlarning o'yinglar qanday tuğanlar?
Бул көрүп турганыңыздар 3-1 жашардуу букаларды 50 миң сомдон деп үчөөнө 150 миң сом сурап атат. Мал базар 130 миң берди деди. Бул буканы 55 миң сом деп ээси кармап турат. Базар 45 миң көтөрдү, бербедим деди. Тугандар, бул 7 туган мал экен, торпогу 7-чи торпок. 40 миң сом ээси кармап атат. 37 миң сурады, базар бербедим деди. Торпогу эркек экен. Тугандар, бул туй эле кунажын экен. 38 миң базар сурады, бербедик деди. Мал пародости чоң мал болуп турган түрү бар экен. Бул мал ба болдат 47 миң сомго, торпогу эркек экен, торпогун көрүп турасыздар, чоң торпок. Малдын 7-8 литр сүтү бар, ашып барса. Андан бийик сүт чыгышы кыйын. 47 миң сомго ба болуп атат, бербей турат. Бул малды 51,5 миң сомго базар сурады, бербедим деди. Торпогу аябай чоң торпок. Ургач торпок. İçinde daha boğaz dedim malda. 5 litre sütü vardı, bir say tutat. Bu malda tuğanlar 45 ming so'mga ba bo'ldi hozir. Torpoq urg'achi 3-chi torpoq ekan. Çete 8 litre sütü, uygun sütü var ekan. 45 ming so'm hozir ba bo'ldi, berib turgan chog'i 60 ming so'mni esi qarmab turadi. Tuğanlar bu mal 8 tuğan mal ekan, hozir bo'z edib 44 ming so'm berdi, berib aytadi. O'zi 50 ming so'mda qarab turadi. 44 mingga berib turadi. Tuğanlar bu süt emgi torpoq. Oyog'ini cho'ng qilib ko'rib turasizlar. 36 ming so'mga ba bo'ldi. Berib turadi. 36 ming so'mga. Tuğanlar bu 33 ming hozir ba bo'lib turgan chog'i berib turadi. Erkek süt emgi torpoq. 35 ming so'mga berib turam deb aytdi. 35'e jo'g'ri söyleshelim. Bu mal bu uy kunajın 25 ming so'mga ba bo'lib turadi hozir, satıldı elek. Tuğan emas, kunajın. İçinde balası var, bo'z deb olishadi. Tuğanlar bunu ko'rib tursa torpoq aябай so'nun ekan, 60 ming so'm kemi bor dedi. Bozor 54 ming ko'tardi deb o'tadi. 7-8 litr sütü var, biroq torpoq aябай cho'ng ekan. Mal jash ikinci torpog'i. Qurshab mal bozorida ko'pdan beri eshik chiqmay atgan, bugun eshik chiqibdir. 15 ming so'm dedi. Bu malda 60 ming so'm esi qarmab turadi, torpoq urg'achi. 4-chi torpoq ekan. Bog'iladi, biroq qanchaga bog'ilanib bilmayman deb qo'ydi. 60 ming so'm deb qarab turadi. Malın sütü ekan, 10 litr aşıq sütü var dedi. Bu iki unajında 65 ming so'm deb esi qarmab turadi, ekoni 57 ming ko'tardi, berbedim dedi. Ekoni 57 ming berdi, berbedim dedi. 65 ming so'm deb esi qarmab turadi. Bu unajında bozor 24 ming so'mga ko'tardi, esi aytib o'tadi. Keyinchigida so'yishga bo'lib turgan torpoq ekan. 24 ming so'mga bozor ko'tarib berbedim dedi. Bu unajında 30 ming so'm deb esi qarmab turadi. Qanchaga so'radi desam, ditga chiqqan yo'q deb aytmadi. Bu mal 20 ming so'm deb torpoqda qarmab turadi. Unajın 15,5 mingga bozor ko'tarib berbedim dedi. 15,5 mingga bozor ko'tarib bergan yo'qman deydi. Tuğanlar bu mal 45 ming so'mga ba bo'ldi, uni qo'lini qaramay turib qo'yib taslar 45 mingga. Tuğanlar Qurshab mal bozoruna buqalar bilasizlar, o'zi oz chiqadi. Buni 46 ming so'mga bag'ilib otibdir hozir.
46 миң сомго багылып бербей турган чагы азыр баа болуп атат. Бул көрүп турса өтө семиз булга 45 миң сомго берип атат, азыр баа болуп атат. Бербей турат. Бирок бою кичине, мал семиз. Бул буканы 60 миң сом кем алып атат, ээси. Багылган бука эч ким сурай элек, азыр эле кирди базарга.